Men 42 yoshdaman. Shu uyda bir butilka aroq ichib, texnika misol minib, ko'chaga chiqib, spirt ishi bilan gay xodimlari tutib oldi. Jarimaga tortib meni 15 sutkaga keldim. Men aytgan ishimdan afsuslanaman. Aytmanglar. Oilam nima bo'lyapti misolini, farzandlarim, molim, holim. Afsusdaman. Kechiringlar. Ota-onam bor mani misol aytgan ishimdan pushaymonman. Uzr so'rayman. Mendan keyingilar ham spirtli ichimligi ichishga tavsiya qilmayman. Balalarim, oilamdan, ota-onamdan ular ham yuzini yere qaratdim. Ehtiyot bo'linglar. Chunki yo'lash bu gay xodimlar tutibdi. Misol bittan dutsam, oilam ham bor matseginda misol bir oila xarob bo'lib ketaydi. Tavsiya qilaman ichmasliklariga. Spirtli ichimligi foydasi yo'q ekan.